Yaxshimisilar, Qutyar salonining aziz ishtirokchilari. Bugun mush Photoshopdan qisqacha bir dars so'zlab qo'ydim. Bu hamda nurg'un odam bilishi mumkin, lekin bilmaydiganlarmi ko'pga. Masalan, mana buni muqovga o'xshash yoki shu film muqovlari va yoki o'zimizning rasmlari va yoki to'rdagi rasmlardagi xatlarni tez suratda yoki Photoshopda yo'qotishning usulini so'zlab o'tay. Ya'ni mana holat, mana shunday holatga kelamiz-ku buni. Bunun usulu bundaq. Buni yo'qotishning odatda bak usullari ko'p. 4-5 xil usuli var Photoshopda. Hem de hazır en asal usul bu Shibu guncu orqali o'chirishni, ya'ni yamash qoral orqali bu xatni yo'qotishni so'zlayman. Xatni o'chmoqchi bo'lgan xatni tanlab olamiz. Tanlab olgandan keyin doira kirgandan keyin mousni shu doiradan chiqarib o'tmay turib, bir chekib mousning sol knopkasidan boshqa yerga tortamiz. Tortsak mo'yadagi holatni xatni to'psaga buni yamab chapanni buni yamg'onga o'xshash burunqidek yamoq sepirdi buni. Chanmadida men hozir. Boshqa usul bo'yicha, ya'ni shu boshqa xatlarni shu usul bo'yicha mana yo'q o'chirsak bo'ladi. Mana. Amal var rang farqi alaydi, bilinib qolmagan ahvolda ishlasak bo'ladi. Mana bunda azaq bunda yapıydı. Şimdi kaldı. Şimdi bu eniq geldik. Bakın. Malanıma o'sha sul o'chirsak bo'ldi, ha. Da o'chirib, miyaning rangini uzoq sursak, mana chanmadi, siziq qoldi. Mana bo'ldi. Mana bu usulda o'chirmaz, tepsam shu usulda o'chirsak bo'ladi. Endi mana bulutga machu, bunimi o'chirishning usuli bor, ha. Masalan, yo'g'ontib turib rasmni. Odatda rasm yo'g'ontishniki usuli miyadan lopedakni besib yo'g'onsaqmi bo'ladi. Endi men ko'pincha shu knopkasini ishlataman. Ya'ni olit knopkasini besib turiblamkan, mousening g'oltligini ostga sursak, rasmni cho'ng'aytirib kichikroq qila olamiz, ha. Lopedakning roliga o'xshaydi. Buning uchun miyadagi knopkasini knopkasini bossak, miyadan bu fangzhi tuan degan tamg'alash quroli bor-ku. Men quroldan foydalansak bo'ladi. Besib, masalan, ani yo'qotib boqayli. Ani yo'qotish uchun miyadagi doira rang bo'yicha qilsak yaxshi. Marangni tanlab mouse'ni ekkandan keyin olit knopkasini besib turib bir chekotimiz bu yerga. Chekotib, oyatdagi rangni o'zimiz bunda bir nusxalaymiz, tamg'alaymiz-ku. Ondan mouse'ni cheksak, aşağıdaki rangni o'z pat qilib turdi. Mana. Mana bu ikkinchi xil rasmdagi xatlarni yoki dog'larni yo'qotishning ikkinchi xil usuli. Mana. Kichiklatsak pek chanib ketmaydi. Yoki akasa chanadi. Azaq bilgili bo'ldi. Lekin bir ko'rgan odam miyada xato olganini bilmaydi-da. Boshqasini ham shu o'xshash usul o'tsak bo'ldi. Alitni besib turib, miyada rang tanlab oldik. Tanlab olgandan keyin mana. Mana shu usulda o'chirsak chanmay, asli rasmga o'xshash chanmay chiqarg'ilay bo'ladi. Mana shu ish qurolini ishlatib, rasmli xatlarni o'chirib boqsanlar bo'ldi.